Assalamu alaikum, Sağlam Hayat programımızın aziz görürmenleri. Programımızın yeni sanlı görüşünlerini kızgın karşılığımız. Hürmetli görürmenler, bu san programımızda dost doktor Şemşinur Hanım bilen hamildarlık mezgilgi kütünüş hakkında söhbetli bulumuz. Şemşinur Hanım, programımız katılış belgelikiniz için köpten köp rahmet eytimiz. Sizlarga rahmat aytaman bu fursatni menga berganliginglar va bu muhim bir temada xalqimizga buni bildirganligimdan men xushal ham Istiqbol TV'ga va sizga rahmat aytaman. Rahmet. Onda bolsa programımızı başlaştım burun. Hazırki bizdeki timimiz hamildarlık mezgilde kütünüş boldu. Hemimizki ma'lum muşu 2016 yılı Xitay bizdeki bütün ailemiz bilen nimimizni alaqamizni üzüyotgandan keyin shu vaqtda universitet o'qishga Turkiyaga yoki Misrga chiqqan qizlar hozir 10 yilning ichida cho'ng bo'ldi, oila qurdi, balaliq bo'lganlarmi bor yoki balaliq bo'lish oldida turyotidi. Shu ko'pincha qizlarning yanında oila cho'nglar bo'lmag'achqa mush homildarlik mezgilda va tug'utda nayti köp meselelerge uçraydigan. Şoňa bu tema muşu bizdinki hanım kızlarımızga paydalyk ve muhim bir tema boldu dep oylayman. Onda bolsa en başta bir hanım yani bir ayal özününki hamile boğanlıqını, hamile bolup qalğanlygyny qanda bilelaydı? Hamildarlyqny bilişninki qanda usullary bar? Muşu ondan başlagan bolsak. Bu tema hakikaten yaxshi milletimizge bir hayırlı yaxşısı buluşum tilayman. Bu hamildarlık diye vaktimizde bir ayol kişininki adetni asas kılmaz. Adetni bir adet bilen yani bir adet otursadaki bir hamile bu kılış yani yana köstüdü. Bunun da bir hamildarlıkta yani 30 gün bir adet kagit bu arlıqni normalda şunundan ötüp kesse 3-4 gün ötüp ketdi. Mesela bir ayolninki adeti normalda kechikip kildığını buldu, baldurak bolup kaldığını buldu. Normal kildigani bu. 28 günde 30 günde kildigan bir ayolning adeti normalda 5-6 gün ya 10 gün sürülüp bunda o özünü men hamildar bolup kalgan okşayman deyiş lazım. Hemen aklımızga birinci olan hamildarlık sınıfı ko'nglimiz keldi. Yani şu doğru hallarda setiyotgan hamildarlık sınıfı tekşüreş aparatlardan birini alamiz. Bunu attiganlik şu tunji suydukdan tekşürüş arkalı bilişki buludu. Yani bir usulda bilimiz ama bunu takım bek yaxşı biliş üçün onun da hatalıkla yüz veriş mümkün. Şu an onun işlenmeye kalsak kan tekşürüş arkalı bunu bilişki buldu amdi. Şu an bu hem kan tekşürümüz hem bu eczaneden algan küçük hem adam öyle attiganlik tunji suydukini bir tamçı tamtıp onundan içki sızık çıksa hamildarlık buludu. Bir sıcak çıksa bu hamildar bolmaydı degan uqum bilen özünün hamildarlığını bilisi buludu. Bilip alıdı hem bundaki bu sıcaklıkta yetkili Mayada attiganlik kichik derdi bilen tekşürse dediniz. Bu attigan kech yoki gündüz başka vaqt qilgan bilen farqı bolamdı? Farkı buludu hem de attiganlikte keçidin yığılgan süydüknün oranıdaki balanınki tespitlemesi kandan süzülüp çıkan balığı boğan hamilelik tespiti onun da yaxşırak çıkıdı. Yani gündüzlükte umu buludu. Lakin su içimiz, bir nasıl yiyimiz, belki sus bulup kalış mümkün. Onun için toğra diagnoz koyuş için attiganlik süydükni asas kılımız hem kan tekşügendim, süydük tekşügendim. Her kaçan tuncu süydük ve attiganlik kanlını teşebbüs kılımız normalde. Sak çıkış yana nemesi doğru buluş için. Rahmet. Onda bolsa körürmenlerimizge şundap ötsek adette öyde tekşürgen çağda attigandiki muhim buludu. Kan tekşürgendim okşaş. İşençiliklerge kan tekşürüş dediniz. Onda bolsa
Hamildarlıq məzgildəki ozuqlanish yemək içməkni birdəmdən keyin deyli. Hazır hamildarlıq məzgildə qandaq işlarga diqqət qilish kerak degan savolga bir nima qilib tushuncha bergan bo'lsangiz. Bunda hamildarlıq məzgili desək bək uzun əmdi bu 9 aylık bir basqıç. Bunu bir qısqacha deb bergan bo'lsangiz. Hem de hamildarlık adette şu 280 günlük muqim emas bazıdan biraz baldu tuğuludu bazıdan bak toşquzup tuğuludu yani 9 aylık süre yani 280 gün etrafında buldu hem de bunun kendimiz. Yani bu mezgillerde hem de dikkat kıldığı işler diye vaktimizde bu hamilelik nemesi 3 gün bölmez hem de. Yani hamilelik dönem nimesine hamile bo'lgan vaqtini bu 9 ayni 3 ga bölsek yani aldığın 3 ay o'tirlik 3 ay deb mundaq bölemiz hamdi. Bölgende yana men hozir 3 ay dedim. Lekin bir adam hamile bo'laman deganni kallasiga pukkan niyat qilgan bir inson buni 4 ga bölemiz yana. Chunki hamildarlikning avvalgi diqqat qiladigan ishlariga diqqat qilish kerak. Hamildar bo'lmagandan avval nimalarga diqqat qilinadi degan vaqtimizda ruhiy kayfiyatimizni yuksak tutish lozim. Ana o'g'chi o'zini men buni hamildar bo'lsam bo'ldi deyichilar mushu kunlarda ximiyalik dorilarni yemaslik belki bedenge sürgücü neslini yemesligi mushundaq ishlarga diqqat qilish lozim. Yani yeyiz kelib 14. kunde anandan keyin bu hamildarlık tayyorligini qilishi lozim. Mushu kunlardan aydi yaxshi hamildar bo'lishninki kunlar bo'ladi. Endi bu hamildar bo'ldi dedik hamdi. Hamildarning 3 ayda nima ish qiladi? Hamda hamildarning oldidagi 3 ayda birinchisi suydik tekshiraymiz, biraz oldida deb o'tdik. Bu hamilda sınaqini qilamiz. Sınaqni qilgandan keyin hemen hamildar bo'ptimi degandan keyin yana doktor tekshirib, yoki qon tekshirib hamildarlik bo'lganligi bilgandan keyin yoki bo'lmasa bu aralıqda bilemay qoldi deyli. Hamil bazı odat kechiktirgan odamlar bor. Bu chog'da bilemay qoldi, qo'saqning ichi og'ridi. Bunda ahvollar bo'ladi mesela. Qo'saqning ichida qo'saqning ichida davomlashtiring. Hozir qo'saqning ichidagi og'rish bo'ladi. Og'rish bo'lgan vaqtida buningda ba'zan onun o'rni bu muhim. Hamda qo'saqning ichidagi og'riqning o'rni bor. O'rni hamda mushu so'l taraf, yon tarafda mushu tuxumdan ya tuxum to'shish yo'li tarafidagi og'riq bo'lsa, buningda mutlaqo hamilda tasbih yaptık. Tamam hamilda bo'ldik. Ama hamile nerede? Ichidimi? Hamile teshidimi? Baliyat qo'saq uchib ketdimi? Yoki turib yo'lda bo'lib qoldimi? Bu qalash kerak. Dastlab 5-6 günde bu çıkmaydı. Yani bu 4 haftadan keyinki 5. hafta, bu 3. 4. zaten 4 hafta bu bir aylık çıkıdı. 5. haftada 4. hafta keyinki haftada da tekşürgen vaktimizde şu oturda dolqun avazlık aparatta tekşürgen vaktimizde baliyatının içinde bu görünmeydi bazen çağda. Bazı bu turbuyda yerden düşmeye ahvallar buldu. Yani hamildar emaskenme yoki hamilini to'xtatay, g'ayri hamil o'xshaydi deb onunğa hemen dori ichib qilishning hojati yo'q. Onu saqlash kerak. Yani birisi agar bu saqlash jarayonida turbi yo'lininki o'zida nim bo'lib qolsa, bir og'riq bo'lib qolsa, shu so'l taraf yoki kindikning ya o'ng tarafida ya so'l tarafida 3 qo'l tuvanmay chat orliqa tarafiga to'g'ri ketib qolgan bir og'riq, qattiq og'riq bo'lsa, bu ahvol darhol doktorga berish to'g'ri keldi. Chunki u chaqda u yerdagi turbi yo'lidagi bola bo'lib qolgan bo'lsa, u bola u yerda yo'g'inab, u turbi yo'li yerilib ketadigan, qo'saqa suv qon tushib ketadigan ahvollar mavjud bo'ldi. Shunga bu chaqlarda doktorga berib tekshirish kerak. Faqat shu bolaninki birinchi qatim qutqarishimiz buni tekshirgandan keyin o bolaninki xotirjam holda turbi yo'lidan va bolayotganning ichiga yerlashib, bolayotganning ichida o'rin elib, ayada rasmiy bekilib uyquga yotgandan keyin
hozirgi ahvolda ha endi meningki bolayotgandagi ahvollar normal, men endi normal homildor bo'ptimi deb uning qarta chora tadbir qo'llansa bo'ldi. Birinchi diqqat qildigan ishlar shu endi. Ikkinchisi bo'lsa buningga endi u mezgilida bunda er bilan bo'lgan munosabatni sal uzoqlashtirish kerak. Yana birisida buni bunda og'ir narsalarni ko'tarmaslik, egiz pashta qavatli bo'lsa ishtik chiqib chiqqan bunda favqulodda bir og'ir harakatlarda va chiqib chiqqan bunda yugurayotgan ishlarni qilmaslik kerak ayol kishi. Uchinchi birisida qonni sulandıradigan, masalan qo'sqonning ichi og'rib ketdi, ba'zanda yangi homildor bo'lganda qo'saqning ichi og'riydigan, beorom bo'ladigan, oziq böyle az ba'zi ichki kiyimlarning nima qilib qoldigan, daq bo'lib qoldigan ahvollar bo'ldi. Bu normal ahvol. Bunda chaqda voy mening qo'sqam og'rib ketdi deb aspiringa o'xshatgan, qonni sulandıradigan, og'riq pasaytiradigan dori bo'lmaydi. Ya'ni badiyan ichishga bo'lmaydi. Meningki og'rib qolibman yo bir qanday bo'lib qolibman deb yoki bo'lmasa voy men homildor bo'libdiman, men qon to'liqlay deb yugurib berib ana suyi ichib olishga bo'lmaydi. Ana suyumu qonni suyuqlantirib o'tadigan, yezmangdirib o'tadigan narsalar. Badiyan ana suyuga o'xshash narsalarni bunday chaqda ichmaslik kerak. Bu homiylikning dastlabki mezgili, oldingi 3 oyda homiylikning dastlabki mezgilda bo'ladigan ahvollar bu. Buni homiylikning dastlabki mezgilida mutlaq diqqat qilishga tegishli. Bu 3 oy ichidagi ishlar. Bu chaqda ham ba'zi qusma yana 2-chi oy, 3-chi oyga kelgan chaqda sezik boshlanib ko'ngil ichadigan, qusadigan ahvollar bo'ldi. Bu chaqda mu qaziyat bo'lib qolishdan diqqat qilish lozim bu chaqda. Yana birisi anında yani tuyuqsuz balanınki hamile içinde turib uylab qolishining oldini olish kerak. Bu chaqda diqqat qiladigan ishlar bular. Yani bir ana qizib ketgan bo'lsa yoki zukamda qizigan bo'lsa, uning hemen uni dori ichib o'ngshimasa balaga o'tib ketadigan ahvollar bo'ldi. Ba'zanda o'zligidan bola ichida nima qilib qolsa yurak harakati chiqmay yoki to'xtab qoladigan ahvollar bo'lsa, bu chaqda ayol kishi qizib ketadigan, ko'ngli elishib ketadigan bunday ahvol bo'ldi. Bu chaqda men doktorga berib tekshirtgandan keyin homilaning u yerdagi harakatining bor yo'qligini bilish kerak. Bu chaqda homil yo'qsa, o'lib ketgan homildan ona zaharlanib qolish ehtimoli bo'ladi. Shuning bu chaqdami, ya'ni diqqat qilishga tegishli ishlarning biri bu endi. Birinchi qatimliq bu 3 oyning ichida diqqat qiladigan ishlar. Endi bu 3 oyninki yana sizik bo'ldi deyli. Sizikda yana diqqat qiladigan masalada yana nimalarni xohlayman, buni yegim keldi deb ba'zi narsalarni bepchiq yeb olsaqmi, u balaga ziyonli bo'ldi. Endi ikkinchi dönemlik nimada hozir sizik dedingiz, sizik bilan munosabatli yana bir savol so'rab olayman, gapingiz bo'lib o'tdim. Masalan, ba'zi ayollarninki sizik bo'lishi, masalan, o'zi bilmayla o'tib ketadiganlar bor ekan, ba'zi nihoyat og'ir yetib ketadigan ayollar bor ekan. Endi buninki sababi nima? Bu yoki irsiyatdan bo'lamdi yoki boshqa sababi bormi? Siziklar nimishqa o'xshash bo'lmaydi? Endi bunda gap bu yerda ba'zi odamlarniki immunit kuchi shunday yaxshi bo'ladi. Ba'zi odamlarniki immunit kuchi yaxshi bo'lsa, buningki sizikkimi jiqqalqa ta'sir qilmaydi. Badansizlikka nisbatan inkosi nima emas, passiv bo'ladi. Immunit kuchi yuqori va buni nima deymiz, ya'ni qanama joyida bo'lgan bunda odamlarda tamkinlik bo'ladi badanda. Ya'ni buningga homildor bo'lganda hemen yetdik bir reaksiya ko'rsatmaydi badan buningga nisbatan. Bundagi insonlarda hemen sizlikni bo'ldimi, sizlik bo'ldimi, bo'lmadimi bilmay o'tib ketadiganlar bor. Ba'zi odamlar homildorlik alomatlariga nisbatan badan chidamchan bo'ladi. Beden hem chidamchanlik yuqori bo'ldi. Bizning Uyg'ur tibobatimizdagi shu mizojiga qarta degan vaqtimizda bu sapra mizoj insonlarning eng tez inkosi tez bo'ladi. Ya'ni birisi balg'am mizojdagilarningki qon nimasi tushib ketadigan, immun kuchi tuallab ketadigan bunday ahvollar bo'ldi. Endi bu hamma mizojda ko'rildi, ammo lekin mana o'tkir balqi nerv tiglab ketgan insonlarda bu xil tepkilar, ya'ni bu xil siziklar badandami
tiz körlü demden aytı, eğir körlüdü bununla. Bunun gomoylyk eğir beksizlik bolup ketkendi aldyny elep onunğa doğrularını işletmese ötüp giter desek bolmaydy bumu. Muhim ahvallarning biri bu sizniki yaxshi muomala qilib buni to'g'ri bir taraf qilish lozim. Keyin buni so'zlarimiz bedamgacha. Endi bu o'ttir hamilelikda diqqat qildigan ishlar nima Yani deganda bu bolaninki 3. aydın 6. aha, aygacha 7. aygacha bo'ladimi? 6. ay hatta 7. ay kadar kildiği aylar bu 7. ay kadar sürdü. Bu vaqtlarda balanın tətiri bo'lib qolishdan saqlanish lazım. Bala endi muştaq qalib turdigan gap. Hərəkət qilish jarayonida endi pat tekshirtib turgan vaqtimizda balaninki ham yetilyapamdı, yetilmayapamdı, cho'nlik qanchalik bu nimasi qanday bo'ldi deganlarni hammani doktor buni unga deb turdi. Berib tekshirtib balaninki taraqqiyoti bilan oy kun soni o'xshashmi emasmi, mavlaga diqqat qilish kerak. Yana birisi hamda buni ta'tir bo'lib qolishdan saqlanish lozim. Buning uchun ta'tir bo'lib qolsak, shu namozda sajda qilgan hareketni qilish lozim. Biz odatda namoz qildiganlarga namoz qilgandagi sajda hareketini sajdan uzun qiling deymiz. Agarda bu namoz qilmaydigan yoki u namozni bilmaydigan bo'lsa, shu namozning shaklidagi hareketni ashlar qilg'izimiz. Har kuni 15 minutdan qiling degan 15 minut keçdi 15 minut. Menga piring deb shuni ashta o'milagili solimiz hamdi. Secde haletide turuş balanınki tədir bo'lib qilishini oldini oldi demdi oqumada. Aldın alıdı. Yani biz immunot gücünü yaxşı saqlash, balaga yaxşı uzuqlanish, ancha-muncha mengib berish, ayol bak homildorman deb yetvasin bo'lmaydi, bak charchab ketsin bo'lmaydi. O'tiri hal bir shaklda homilani yaxshi kutib olish lozim endi. Ruhiy jihatda, nima jihatda yegisi bor yeyimiz degan gap. Shu balaning ehtiyoji bo'lganda, ana shuning ehtiyoji bo'ldi, yegisi keldi. Ularni balaga anaga berish, o balaning haqqi endi. Shunga balani yaxshi asrab, yaxshi parvarish qilishda nimaları, nima yegisi bo'lsa, shuni berib, shu shaklda charchatmaslik, ruhiy va jismoniy jihatlarga qattiq diqqat qilib, bu balani yaxshi taraqqiy qildirishga tirishish lozim endi. Bu o'rtadagi 3 oyda. Ham oxirdagi 3 oyda chu desak, oxirdagi 3 oyda, beshidagi 3 oyga o'xshash diqqat qilish lozim. Ya'ni shundoq ani harakatlardan baldi tug'ilib ketish ehtimoli bo'lib qoladi. Beşideki 3 ayda çüp ketiş ihtimali bolsa, ahırdaki 3 ayda balda toğulup ketişinin aldığını eliş lazım. Mesela 7 ay toğulup kettik, 8 ay toğulup kettik, 9 ayga toz ondan buldu da. Yani biraz baldırak toğulup kettiğin ahval bulup kalsa, balının belki onunki bedendik organının muvaffaq to'liq bo'lmagan vaqtida bu bizga sıkıntı bo'ldi. Shunga balani qanchalik onaning nimasida shuncha uzun tursa, uningki sog'lomlik nisbati shuncha yuqori bo'ldi. Shunga bu balda tug'ilib ketishni oldini olish intayin muhim. Bu chog'larda o'xshashlar şimdi ayollik ishlarda diqqat lazım. Diqqat qilish. Yana birisi müştaq yegan narsalardan o'xshashlar shundoq ishtik surib etadigan, baliyatquni qisqartib qo'yadigan, baliyatqining harakatini tiziltib etadigan shundoq narsalardan saqlanish lozim. Bu harakatni tiziltib qisqarishni keltirib chiqarib, balaninki balda tug'ilib ketish sababchi bo'ldi. Mayli egiz pashtoqning tushayotgan 4-5 qatlardan ishtik tushib, ishtik chiqishlarmi, bularga chiqishda ta'sir bo'lmasmi, tushishda tuk tushayotgan bo'lsa, bu balaninki asan tug'ilib ketishga daxl qildi. Yana birisi bu oylarda yenik mengib berish yaxshi. Yenik asosda mengib balaninki tuvallishini saqlash lozim. Bala odat yuqorida turadi, keyin tug'ilishga yaqin bo'lganda tuvanki dasqa tushgan vaqtimizda bu chaqda balaning tug'ilishga tayyor bo'lgan mezgil bo'lganligi uchun bu chaqda yenik holatda mengib badanimizningki bo'shashiga, badanimizni uningga loyiqlashtirishimiz lozim. Bu chaqda birimizni eg'ir qilib olmay, uyqularga yaxshi dam olish, bu balaninki oxirgi 3 oy nihoyatda önemli 3 oy hamdi bu. Köpten köp rahmet. Hazır əmdi diqqət qilishlik işlarni deb o'tdik. Əmdi şu hamildarlıq mezgilida qandaq uzuqlanish kerak? Mesela biz Uyg'urlarda nihoyatda ko'p, mesela hamildar bo'lgandan keyin cho'qim balam aqlliq bo'lsin deb cho'qim davoyimishga yeydigan ishlarmi bor masalan.
Bunu Hı hı. qaysi hazır 3 basqışqa böldüğünüz hamildarlıq məzgilini qaysi məzgildən başlap yisi buldu? Yəni muşu 3 basqışda nimələrə diqqət qilish kerak? Bayam sürgü doğrularını işitishki bo'lmaydi dediniz. Sürgü doğrular badiyandan başqa yəni qaysi doğrular, qaysi ösümliklər muşun işi kirdi, muşun bir dep bergen bolsanız. Rahmat, bu yaxshi bir savol bo'ldi. Mushu jihatdan nurg'un odamlarninki shu bolasini ko'chib ketganligi ahvoli bormidi, buni o'zi bilmay qilib soladi. Miyada sal vaqt qistab qoldi, bo'lmasa homillikning tamoman jarayonini, bolaning yetilib taraqqiy qilishini bir qator deb aytgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Bu vaqt qiz, shunga buni tafsili nim qilmayli. Bu yerda homillik dönem vaqtini 3 ga bo'lgan bo'ldik. 3 ga bo'lgandan birinchisida zaten ibami deb o'tdik. Sürgü doğrularını qat'iy ve işletishga bo'lmaydi. Birinci ay, yani ikinci ay, üçüncü ay bo'lgan bu mezgillerde sürgü dorisini qat'iy ishlatishga bo'lmaydi. Bu chog'larda nima yeb normalda qanday narsa yegan bo'lsak, shu normal bilan beslansak bir narsani Sürgü yesak bo'ladi. doğruları degende şununla iniq mesela biz adette turmuşta köp işitidigan mesela mao la sürgü doğrusu bayam ana suyu ananı dediniz. Ondan keyin badiyan dep ötüyoruz. Ondan başka yana emdelik körümelerimiz bilmey işitip saldıgan ahvallar bo'lib qolmasin. Muşunun bir izahlab etken bo'lsak. Ha bo'ladi. Bu sürgü doğru degan vaqtimiz sadece sürgü emas, yeyizni mang'dirib o'tadigan dorilarni o'shning ichiga kirdi. Ya'ni sürgüde ba'zi odamlar sana ichib qo'ydi, ba'zi odamlar badiyan damlab ichay, voy bolangizga yelli ko'p qolsangiz, badiyan iching deb beshidalam tiyipli yomon jiqib ketdi. Bunda chog'da nima qiladigan homildor ayollarga dars beradiganlar. Bunda chog'da badiyan ichib qolsa-mu Heyizini ravallaştırıb ötədiği işlər var. Bəzi doğrulan voy mən hamildar boldum deb ayının 5'i dilam yevasa, bu mu eləqə bəzi baliyatqını qısqartıdığan bəzi nəslər var. Məsələn, davaymışkının içində məsələn ipaba, zəpəba, bulamı qanı canlandırıb ötədiğan nəslər. Qanı canlandırdığan nəslər mu, həm də yeni hamilə, yeni törəlmə baliyatqının içine yeni yerleşip terakki qilish bosqichida bo'layotganda bundaq bir narsani ishlatgan vaqt bu bolaninki yoki yurak harakatin to'xtatib qo'yishi mumkin, yoki bo'lmasa uni tushib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin, yoki bolayotgani qisqartib uni ömürde hareket paydo qilib bolani to'g'itishga, ya'ni tushib ketishga sababchi bo'lishi mumkin. Endi bu bitkilarning hammasi dual deymiz, lekin onda hormonlar bormi, yana deganda bizning Uyg'ur tibobida ba'zi dorilarning tarkibini ayirgan bo'lsakmi, tamoman ayirib ketamidik. Ya'ni buning ichida nurg'un shunday homildorlik hormoni va homildorlikni to'xtatadigan hormonluq nəsləmi, yəni his keltirdiğan nəsləmi mövcud məsələn. Endi bunu bəzi adamlar yamanlığa kullanmasın deb məyədə bəzi nəslə digim kəmətdi. Endi bəzi adamlar mandım soğan boldu. 3 ayının içində nimələrni yesəm çükütüdü degəndək. Hazır mən bunu aşağı toxtab qaldım hazır bu gəpni deyişdə. Bunu yamanlığa kullanğanlar öz anlığa vabalı məng emas. Bunda kiçik fasulye deyilmez, purçaq türdəki nəsləmi qaynadıb işkəndə umu nim qoytudu. Kanını sulandırıp, kanını nemi koydu, suyuqlandırıp, hayızmandırıp itidu. Yani bir sizəpə, zaranza, bu nəsləmi aşında hayızmandırıp itidu. Bediyan, bulamı aşında təsir var. Sana, məsələn, buna nəsləni, xiyar şənbərgi, oxşaş nəsləni, tonciki 3 ayda bərməyimiz. Bu nəslə bədəndə. Zaten bu önəm boyunca hamilelik döneminde bulunub bir iş doğru olmaydı. Hem de davaymış gene ki vaxtımızda bu 5 aydan aşkanda 8 aygacha bo'lgan aralıqda berilse bu çağda yerleşip yaxşı halatda bulup balanın teraqqiyatı hem meğinin teraqqiyatı tez halatda yetişivatqan uzuqluq ehtiyacı toluq nima qilayotgan mezgillerde amil nüştari yeb berganning zeyni yo'q. Amil nüştari kalsiy toluqlaydi. Yani kalsiy kemle bu çağdaki ana şerbetini yani navat bilen ananı kaynatıp yak bomsonu navat bilen eritip içpəsin bu çağda buldu. Ama 3 ayının içinde içpəsə bu yaxşı emas. O çağda düşüp gidiş ihtimali var. Çünkü bunda çağdaki sürgü ve heyiz mandurğuçu doğruluk qatar kirdiğanlarını bunda çağda yeməyimiz. Yani ikinci
birinci bosqichimizda. nimasiniki bu bo'ldi. Oldingi 3 oyda bundaq narsalarni mutlaq yemaslik kerak. Ikkinchi dönemdeki aylarda bo'lsa, bu anani novat bilan qiyam qilib yegan vaqtimiz, ichgan vaqtimizda biraz uning tutish qobiliyati bo'ladi, badanga qon to'liqlashga yaxshi. Yana uningdan boshqa norpinna bizningki ikkinchi qatimda. Bu deganingiz bu savolga javob bo'ldi deb o'ylayman. Ama shu zapami bo'lmaydi, ifparmi bo'lmaydi, balyotqini qisqartib qo'ydi. Tunji 3 oyda bo'lmaydi. Davoyimish kiysak ham bo'lmaydi bu oylarda. 3 oyni o'tgandan keyin 4-chi oylarda, 5-chi oydan boshlab davoyimish kiysak bo'ladi. Hamda bu oldingi oynamlik bir oy. Bu oylarda normal tomoqimizni yana 6 haftadan keyin bu bala rasmiy taraqqiy qilishga yerlashib u yerdan uzoqlanishga anadan tanadan uzoqlanishga boshlagan qonimizdagi tarkiblar yuksalayotgan mezgillarda shundoq qalaymiqan narsalarni yeyishga qat'iy bo'lmaydi. Bunda doğru ermeklerini yasak bu balının düşüp ketişiga sebepçi bo'lmas. Yana birisi g'ayri to'g'ilib qolishga sebepçi bo'lib qoladi. Yani ba'zilar oqsil ichdim deb maxsus yasvoga oqsillarni ichib o balının kichichi o'sha haddan hisobsiz 6 yoshda aqirib ketgan bir balani kelibdikan. Chichi aqirib ketib. Buni jiq davolab ketdik. Biraz yaxshilangan bo'ldi. To'g'utining ichida bundaq qilasini qilib qo'ysa, keyin davolab saqaytishmi tas bo'ldi ekan. Yana birisi shu oqsillik narsadan jiq yeb ketsa, bolalar tug'ilgandan keyin davomli qiziydigan, sut icholmaydigan, shundoq oqsillik narsalarni tuxumning yaqin onasi yeb qo'ysa bola qizib ketadigan, shundoq oqsildan eshib ketadigan ahvollar mavjud bo'ldi. Shu balamni yaxshi boqaman deb oqsilni alayda oqsil ichishning, alayda bir narsa ishning zurriyati yo'q. Faqat shu normal tomoq bizning Uyg'urimizning tomoqlarini aytdi, quvvatli tomoqlar. Shuni 3 oydan keyin bo'lgan ahvollarda buni davomli qilib sizga yaxshi bo'lsa, sizga bo'lmagan bo'lsa, yoki sizga bo'lgan bo'lsa-mu, buni norpinni bilan biyilini pishirib yeb, biymo tutish qobiliyati bor narsa. Undan keyin nimani damlab ichib, mau zirimi sürüvetmaydı bedenden. O zırını demlep içip, anca mınca içip koyaş arkalık mı, kusuşunu, hüveni pes etkili buludu. Biraz açık küçük neslerini, qoğruq oxşaş neslerini çaynap biriş mi, hüveni pes etdi. Asaslıqı bir yaparken balığın nisbeten mi, önümüne ait yaxşı biyinin. Bu şekilde balını 3 aylık sizeyden çıkıp, boğandan ki 5. 6. aylarda bazısızlıkla devam kıldı, bazısızlıkla devam kılmaydı. Yaxşı bop gitdi. Bunda çağlarda yaxşı kütünüş lazım. Yani kalsiy toluqlaşqa ahmiyet biriş lazım. Balı qandın ta'minlangachga üzerine B12 kamlab ketadigan, tömür moddasi kamlab ketadigan, yani qon ozliq bo'ldigan ahvollar bo'ldi. Ko'pincha qon ozliq bo'ldi. Qon ozliq bo'lgan vaqtda bola shuna tug'ilib qolsa, immun kuchi tuvan to'xtamay, doktorxonadan kelmaydigan bo'lib qoladi. Shu bu oylarda diqqat qiladigan oylar. Ya'ni yuparmaq kislotasi deymiz, odatda Xitoychada yesan deb qo'ydi ekan. Türkler nima deydiki, bu bir xil doğru birden bo'lmoq. Degan shugo doktorlar yozib bergan odatda. Folik asit degan bir narsani berudamda doktorlar. Buni tashadi, folik asidni apisanlama bo'ladi. Yoki bo'lmasa buni uydagi ko'ktatlardan tabiiy oson bo'ldi. Men bularning ichida bir narsa bormi deb gumon qilsanglar, uydagi mushu palakdan, mushunda uydagi yeshil ko'ktatliklardan aydi jiq bo'ldamdi bu. Palak en yaxşı önemli folik asit sanıldı. Yani bunun da hem kalsiyum var, kalsiy 70 gram kalsiy var. 100 gram palak insanlar 70 gram kalsiy, 70 miligram kalsiy toluqlagan bu bedenge. Bunda çağlarda palak, göş mesela. Vay göş yemen semirip gitsiz, onu yemen boğup gitsiz deyip bazı ben qoqatqanı qoqmanglar. Bu palaka oxşaş, mütaq sey köktatlarını birlikte şu göş bilen pişirip yep bəsanlamı sapqan payda qoldu. Çamğur, sebze, bunlar göş bilen pişirip yegan vaqtida badanda sapqan payda qıldığan narsalar. Belki qoruq, sığ, zencevil, ucu buçunu kullanıp ketmisanlarmı normal völsik tamaqlarını ve qoruğan tamaqlarını balanın səprasını oşurub itidu. Çünkü völsik tamaqlardan yani qorumağan, narin çöp, şunun oxşaş polo degəndək nəslərini yani biyisilip pişirib yesanlarmı binamı önüm şunda yaxşı. Bu şekilde şu hamildarlıq məzgildə şunda hem kalsiy toluqlaydigan, hem bədanni quvvetlaydigan, şunda immun gücünü kötürüdigan
ne qilish uchun shu tomoqlarimizni yaxshi bizning mushtan bir xamir lag'malarni jiqib ketsang yal bo'lib qoladi bola shunga pologa o'xshash yoki sho'yla polomni damlagandan keyin biroz nima chiqib qoldi sho'ylaga o'xshashni yeb qolsanglar uning unumi yaxshi endi yana birsi shu bolaniki taraqqiy qilayotgan vaqtida eng muhim narsalar shu miyaning taraqqiyotini yaxshi qilish uchun bizning uyg'urlar davoyimishga yeymiz endi to'g'ri bu 5 oydan 7 oyning usti 8 oygacha yesanglar bo'ladi ondan jiqib ketsanglar bedanninki nimasi to'lab ketadi bedanninki chingib ketib tug'ish qilgan nisbat tuvan bo'lib esnek bo'lmay badan chingib qoldi shu qiyin tug'di Bedenniki ma elastikliqi demdi qanday? elastiklik kuchi ozizlab chingib ketadi Bedenni qurtitganda unda bo'lsa davoymishki. Ha, aslında çınıp koyduğu ahvallar buldu. Korkusu. Ama bunun öylesek bir xilsi var. Davaymışkini öylesek yastıp yesem o yana davaymış şirin depirsi var. Onun ismi buludu yana. Bu yegen neslinin içinde adam tohumunu belki eti olayımız hem de tohumunun seriğini insanla yaxşı yani onu öylesek çıkıdı. Ama bunun da ekini yevasak ya ki sütüncük içi varsak kalisi doluqlaydı da bu mu bedenini çınıtıp koydu. Yani tohu guşiye, muşunda süt, nima sütni içsanglar buludu. Bunu tohumning serig'i bilan ichpaga vaqtida qon to'liqlaydi, ham badanga immunitet kuchini oshirdi, yaxshi narsa. Ammo buni bakchiq yevarsanglar, süt, tohumning eqidagi narsalarni jiq yeb ketgan vaqtimizda batib qo'ydi. Shunga bu 8-7 oygacha bo'lgan araliqda davoymishga yesanglar bo'ldi, 8 oygacha bo'lgan araliqda. Onun yemeslik lazım bunu. Yani bu aralıkta dikkat kıldığın nesle balanın yetilecek en mühim olan paylık neslen yiyişemdi. Yani ibayqa biraz aldı dep ötkendek. Beden çıngıp kaldı dediniz hem de belki körüvatkan körümellerimiz beden çıngıp kalsa ne bulduğunda dep oylavatkandı. Bu işin bir bedenden çıngıp kalış degenimiz bütün biz bedenin bütün bizning Uyg'ur tebabida bütün ko'rinadi badan andaq ayrim a'zo bo'lgan bilan ta'sir qilganda yegan narsa hammaga ta'sir qildi badan chingiydi degan balayotganingmi chingib qolganligini ularga muskul chingib qolganligini ko'rsatdi bu yerda 9 ko'z so'ngaklari va dasninki kichik dasninki echilishdagi birikkan yerdagi ko'mirchaklashgan yer bor uningmi chingib qolsa u yerning echilishi balanın tug'ilishig'a ta'sir yetib qolmasligi ham balanınki kichik dasga tushishda qulaylik yaratish uchun bu das bo'shlog'idagi muskullarningki normal holatda bo'sh holatda bo'lishi lozim. Endi yamanji quvvatlaversanglar ba'zi quruq issiq bo'lib badan bek tortishib homilador ayollarning suvsizlanib kelib chiqadi. Shunlarni ba'zi nimani unutib qolibdimi? Ba'zi homiladorlarda qichishadigan ahvollar bo'ladi badanlarda. Bu muayliq bir reaksiya badanning ba'zi ibam deb o'tganimizdek şu homilador bo'lgan ayolda sizlik paydo bo'lgan o'xshash badanning ichki bir nimasamdi reaksiyasi bo'lma masalan ba'zi sapramizan odamlarda yoki jigar xizmati biraz besim uçursa yoki o'tdiki suyuqliqlarninki jiqlab ketishi yoki sapranning eshib ketishdan badanda bu mu badanningki qichishishga badanni qichtirtgan shunday qilib nervlarninki sizimchanligini oshirayotgandan keyin badanni qichishadigan ahvollar bo'ldi bunday chog'da bunda qurib ketganda davoim ishkinja qilib yoki bo'lmasa badanni qurtib qoshlagan vaqtimizda badandagi izlar hammasi shunday ko'rinib yoshi chak ketgan yerilib ketgan yerga o'xshash badanning terilar shunaqa yerilib ketadi shu bunday chog'da homiladorlik mezgilida buning oldini olish uchun davomli muvofiq miqdordagi suv ichishni tavsiya qilaman qo'rsaqqa homiladorlik deg'i tushishning kerakli qo'saq homiladorlik deg'i tushsa zaten u asta o'ngshilib ketadi ammo mening davatqinim menda qichishadigan ahvollar bo'lsa bu qichishishni u totalab badanning hamma yani tortib qilib yetadigan ishlar borchu pochoqlarni tortib turkcha chatlaq deganimiz shu nima anlamadim Türkçe çatlak deydikenmiz go, şu Türkçe çatlak dep bedenimizden hamma yerde aşındaq yerilip ketadigan ahvallar buludu hamda. Bu hücrelerin aşındaq yerilip ketishine sebepçi buludu.
Bunu nima qilamiz deganda, buni badanni holistiq dedik-ku, bedanimizningki mizojini ham bedanimizdagi organlarni holistiq tutish kerak deganda, ho'llik ortish kerak badanda, suyuqlik to'liqlash kerak, bolaninki ham bas suyning ichidagi suvning miqdori muvofiq bo'lishi kerak. Bak jiq yo'g'on bo'lib ketsa bola kichik bo'ldi, bak jiq bo'lib ketsin bo'lmaydi, bak oz bo'lib qolsa-mu bu oksidin yetishmayotgan bolaga yaxshi bo'lmaydi. Shunga buni ham tug'utma ta'sir bo'lib qoldi. Shun buni muvofiq holatdagi suyuqliklar, to'liqlashda buni mevalarninki suyuqlik miqdori jiq bo'lgan mevalardan yozliqda bo'lsa tavuz yeyish kerak, neshpit yeyish kerak, olma, bunday mevalarmi badanimizdagi suyuqlikni saqlaydi. Yana boshqa tarxamak, mushtan narsalar masalan bizning nimamiz va kallak sevdiğimiz kallak yumaloq yesevelek muşlamu aşundaq nimalarni to'liqlashda nam yo'l so'g'oq narsalardan biroz badanninki yo'llikini oshirishga bo'ladi hamda bu oylarda biroz yo'llik oshsimi yomoni yo'q, chunki balki safaralik eshib qurib ketsa bolaning ham ta'siri bor, onaning badanini yerilib ketadigan ahvollar mavjud bo'ldi hamda. Bu homildorlik degan zaten tushidi. Buni malq badandagi balki qurib ketgan vaqtida bak qora qiyniq dog' tushib ketadi. Buni yana biroz badanimizni suyuqlantirib, suvlarni bilan ichib turgan vaqtimizda badandagi yo'lliga ishib turganda buningki dog'ning tushimi sal yenik tushidi. Keyin u dog' yana tug'utdan keyin asta emish jarayonida bola emitgan vaqtimizda o'zligidan yo'qolib ketadi bu dog'lar. Chunki badanda bu nima pigmentlashgan bu yüzü güçüp kalsın, başka köksü güçüp kalsın, bu dağlanma okşay şekilde yani 3 aydan keyin bir teriyle yenilenip hücreler 3 ayda ömrü 3 aylık buldu. Yenilengen vaqtda yine asta emiş jarayonda bu şekilde yani yüzdeki dağlanma bu şekilde yo'qolib ketadi. Bu nima emas, ama balaga ta'sir qiladigan, onaga ta'sir qiladigan muhim narsalar mushlamdi. Buningdan boshqa hamda oziqlanishga yüzü ko'ngli tatgan narsa yegan eng yaxshi. Yani hem kalsiy to'liqlashga ahamiyat berish lozim, hem shu qonni to'liqlashga ahamiyat berish lozim, badanning quvvatini oshirishga ahamiyat berish lozim. Shu jiq to'liqladim deb eshirib atmaslik lozim. Oqsilliq narsalarni shundoq ba'zan shu folik asid berdi ekanmiz, ama buni ma'lum miqdor yeyilishi kerak, buni jiq yevasi bo'lmaydi. Ba'zi motalar yeydiganlar bor, bu nima deymiz, vitamin, ko'p xil vitamin deb qo'ygan, vitamin o'xshash tibobatimizda shunda sanaladi, ama buningki jigarniki quruqlikni oshiradigan nisbati bor. Shunga bu nimada batlayt yemasdan davoyimishki yanglar shirin davoyimishkini omil nushtari deganday narsalarmi qon ham nimani to'liqlaydi, shu kalsiy to'liqlashga yaxshi bir nima bo'ldi tibobatda. Narpinmi bo'ladi. Onundan boshqa anargul qan, normal gul qanlarmi, qizil gulning gul qilmish nayti yaxshi. Hamda buningda gul qanni yanglar desam, shekaringni o'lab qoldiganlar bo'lsa, yemaslik lozim. Bu homildorlikdagi shekarni o'litadigan yo'qolab qolsa bo'lmaydi. Buna diqqat qilib tatlı narsalarni men hozir eng oxirgi savol qilib shuni so'ramoqchi edim. Shu homildorlik mezgilida shu hozir deb o'tdingiz, qon shekari yo'qolab qolsa bo'lmaydi deb. Shunga o'xshash yana boshqa cho'qim diqqat qilishga tegishlik bo'lgan manda bo'lib qolsa xatarlik bo'ladi deydigan manda alomatlar yo kasalliklar bormi? Shuni qisqacha bir deb o'tgan bo'lsangiz, vaqtimiz ko'p qolmadi. Buludu. Hazır şu en ahırkı bir neç günde divitaymanında muhim nesin azırak hep kaldı. Ahırkı 3 ayda toğut yakınlaşıdamdı. Biz davaymışki yandıdık, 7-8 ay oldu, beden ketip kaldı. Yani başka nesten yedik, bedenimiz çıngıp kaldı bolsa. En ahırkı 3 ayda kanda akılımız, 3 ay emez. En ahırkı 1 ay kağa vaktimizde kaymak içiş lazım. Kaymak içi bedenini buş tuş lazım. Yani buş tuşku tegişlik boğan, tavuzlar qo'g'in yelkib qoldi. Tavuz ish lozim. Badanimizga en oxirdagi 3 oylarda laza chusini cheklanadi. Tüm homildorlikning hamma qismida laza chusini cheklash yaxshi ish. Endi ba'zilarning yigiz kap qilib hamda shunday ko'nglim elishdi desam foyda qilib yetqanlar bormdi. Bunday yap qolgan ahvollarda bo'lsa, oxirgi oylarda shu nima qilib pasanglar yaxshi. Bunun azraq yumg'oq damlab pishishmi yaxshi, badanni bo'sh tutishga foydasi bor, ama bu qon bosimini tushiradi. Bu bak bir nima emas hamda bu
işençilik emas. Şuna biraz bunday yegellimi var. Şuna da koydum. Yani heyliyle bilen bu şu igirini içkisini demlep içpese bedendeki balının yılını haydaydı. Bu şekilde bala yeni demlep içenler kınak kırtak kılıp etmeyi. Muavul Heliyle bedendeki bilen yılını haydayken heliyle bilen igir. Şunaqa. Igir bilen nimeni helelini, Helili. seyrek helelini inik derecede onu demlep içpegende balının yel deymiz. Kim to'g'ilgandiki balının qusoq og'riqi, maqatdiki qip-qizil bo'lib qolish, chuchugi bo'lib qoldi deymiz. Shuning oldini elish uchun buni ichpaga vaqtda bola yig'lamay, yavaş cho'ng bo'ldi. Buning uchun oxirgi kunlarda ham buni ichib berish lozim, ham o'zining badanini bo'shatish uchun bu tuxumlarni uzoq turish lozim. Oqsilliq yegan bo'lsa, uni yemaslik lozim. Shundoq yenik badanni yemishtadigan narsalarni, sayko'ktatlarni, chamg'ga o'xshash, sabziga o'xshash narsalarni yeyish lozim. Bu şekilde bedenimizni asta tug'ishga moslashtirib, yengillashtirmasak badanni bu maydamdi. Hem ko'p mengib berish lozim bu zamonda. Ko'proq mengish bu yaxshi ahvol. Hamda hozir siz dediğiniz deganga o'xshash diqqat qiladigan kasalliklar desakmi bo'ldi buni. Homiladorlikda qandaq kasalliklar bo'lishi mumkin deganda desakmi bo'ladi yani buni. 5dan boshlasak yani buni 1-oydan boshlasak mı bo'ldi. Yani boshidan shu turbi yo'li yerilib ketish kasalligi giribtor bo'lib qolishi mumkin. Bunga diqqat qilish lozim. 3 oyning ichida bo'ldiganlar. Yana birisi bunda chaqda qavziyat bo'lib qolishi mumkin. Qavziyatga diqqat qilish lozim. Qavziyatni buni enjurni qaytib ichib, basay qaytib ichib, bunda turuplar bilan qavziyatni o'ngshug'ul bo'ldi. Endi bu eng 5 oylarda enjurmi ziyon qilib ketmaydi. Ammo basaymi yoki turupmi ziyon qilib ketmaydi. Bak tushirayotqicha emas. Turup urug'ini yemagandikan, turupning o'zi yenik bir shakldagi besin yetgan narsa. Şuna bunu tuncu aylarda qavziyat olab qağalı ma şekilde o'ngshisi bo'ladi. Sunucu qarqishpasi bo'ldi. Andan keyingi o'ttirdagi 3 oyda ko'rilgan, yana bu 5da ko'rilgan boshqa kasallik bormi desa, bor. Yana bizda yana birisi bunda odat kep qolganda qon kep qoldi ahvollar bo'ldi. Buning daliq balaning hamri oldiga joylashib qoldi deymiz. Balayotqining oldi tarafiga, rahimning oldiga, balayotqining oldi tarafiga, eg'iz tarafiga joylashib qolgan bo'lsa, bola hamri bu chaqdimi qon kep qoldi ahvol bo'ldi. Buni doktorga borganda doktor bayqaydi buni. Bu chaqdimi ba'zi tuz yetishib berish kerak, ba'zi uningga qarta chora tadbirlarni doktor deydi buningga. Yana birisi bu bunday chaqda doktorning kontrol ostida qo'yish lozim. Bu yerleşip kalan nime hamiri çoğun kanaşka sebepçi buluş mümkün. Şu bunda çağlarda üzem tuğumen demey operasiya kıldırva sanlımı sal hatırcam buldu. Üz tuğuduğu ayşı olsa doktorunun ki yardımı da addi edebiyadaki doktor demez. Resmi doktor hallar verip tuğsanlar buldu. Bu çağda doktor mu bunu kokudu? O kanap kesse çoğun kanaş olap gidiyordu. Ondan saqlanish uchun yana ham operatsiya qilib evatgan eng yaxshi. Bu bir xil diqqat qilish tegishli ishlar. Hamda o'ttir mezgilligi kelib turganda boladanki bak diqqat qilinmaydi, ammo bilinmasimi, qon bisimi yuqorliq bormi, o'ttir darajali homiladorlikda shakar bormi, buni tekshirish lozim. Yutilib qoldi, binasi olib qoldi, kalti yutal bunday naslini hamda nima qilib odatda tibobatdagi narsalar bilan yutaga qarta choralarimiz bor aynan nurg'un. Mushlar bilan chamg'uni yeb, hasalni limon bilan eritib ichib deganday mushni yuta zukamlikda basl tuag'il bo'ldi. Bila belki zukam erilab qalsaqmi shu aynalı chilan silib lekanda chilan samaylar aynalı silib azar qizib qolgan bo'lsa, bo'lmasa normal bir qashqab eshi itib ichib zira nimani silib samsaq bilan zencefilini azraq silib etib demlab ichib mındaq tamaq bilan o'zinglarni davolasanlar bo'ldi, zukamdiganday bo'lsa. Agar bunda og'ir shakar kasali, anandagi undan boshqa shu nima kasallar bo'lib qolsa, qon bisimi yuqorlash, qon homiladagini to'xtamay go'shtni yog'liq yevasanlarmi, bo'lmaydi. Bumi qondagi mayning o'rlab ketishini keltirib chiqib, qon besimini paydo qilib qo'ydi. Bunday chog'dagi qon besim bo'lib qolsak, bo'lmaydimdi. Bunga diqqat qilish lozim, doktorga berib tekshirtish, ham uyimizda shakarni o'lchaydigan sayman bo'lsa, och bo'lsa ham to'q shaklda o'lchab turish lozim. Yani mashini bak diqqat qilish lozim shakarga. Buni doktorga berib kontrol nima qilish lozim buni
düşürüp duruş gerek şekerden şekerini düşürdüğünde fevkalade yukarı bolsa bununla doğru bir yerde doktorlar onu konuluş lazım. Eğer fevkalade yukarı bolmay normal bolsa şu bizdeki darçiyen degen narsani azroqdan demlep yoki ko'k chayni demlep ichib qo'ysaqmi bu tushidi. Ma shaklda bek o'ylab kelsa basanlar bo'ldi. No'qut degan narsani yeb qo'ysanglarmi bo'ldi buningga. No'qutning biraz oqsilliq miqdori yuqori, oqsilliq narsani jiqib olsanglar buni az yesanglar bo'ldi. Endi ma shaklda endi oxirgi mezgilda degan vaqtimizda bu eng ko'p ko'radigan ishib ketish badanniki qattiq jiq ishib ketib qandisini o'rlab ketib shakar yuqorilab ketib badanda shu hamma yerda ishib ketish kelib chiqadi hamda badandagi qon ayilish yaxshi bo'lmay qolganlikdan bo'ldi. Bu chog'da davomli menish lozim. To'xtamay menib bergan vaqtingizda har kunlik qadamlar onga yetishtirib menib bergan vaqtingizda bu ishlarning oldini oladi. Shunda ishib ketib yana o'zim tug'man deganlar bo'lsa doktorning yordamida tug'sanglar bo'ldi. Endi bunda chog'da ishib ketishning oldini o'rta darajali homildorlikdan elish lozim buni. Qonning ham shakarning o'lab ketishining oldini olsak, keyingi homildorlikda buni nima qilg'ili bo'ldi. Buningdan saqlang'ili bo'ladi. Ya'ni davomli menish ayollarga davomli menib berganimiz eng yaxshi chora. Yani bu amildarlıkniki keyingi mezgildeki işip ketiş mi şu kan besiminin öylep ketişi bilen münasebetlik dedin şunda. Qon besiminin o'lishi ham shakarli munosabatlik bu chog'da bu ikkisi bir arada kelib qolsa onaning yurakka ta'sir qilishi mumkin bu. Yurak chalang'urtgan, yurak qalaymagan, so'qib ketgan ham balag'ama ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Şemşnur Hanım kıymetli uçurlarını belgelikiniz için köptün köp rahmet eytimiz. Vaqt münasebeti bilen programımızı müşahit ayaklaştıraylı. Sizge köptün köp rahmet. Ben rahmet eytimen. Hürmetli görürmenler, Sağlam Hayat programımızın yeni sani müşahit ayaklaştı. Kiler sende görüşkice aman bolunla Allah'a emanet.